erinmasdan Toshkentdan Farg'onaga keldim. 26-da El Clasico. Real yutadi dedim. Yo, lekin men sport o'ynayman. Qo'yingizda yutkazib ber. Real yutadi. Yana urushib ketamiz. Yo, urushmaymiz. Chiroyli tabassum bilan qalqamiz. Agar Barselona Realni 26-da yutsa, mana shu Mercedes kalitsangiz. Yo. 26-5. Barsa bo'ldi 5. Xo'p, Barsa yutkazib qo'ysa. Mana mashinangni kalitini menga berasan. Shunchaki. Sen nima Barsa hozir bo'lsa, sen Realchisan-ku. Hop, просто jalga qilmaydi. Yo'q, mana Mercedes kalit, sen guvohsan. Agarda Real yutib qo'ysa, mana shu senga. Videoda qo'yaman lekin. Qo'y, mana o'zingizga qabul qilasiz. Ha, qabul qilaman. O'rtoqlar, 26-kuni El Clasico uzing. Menga ishlasa yo'q. Urush janjal qilish yo'q, xafa bo'lish. Janjalsiz mana. Real yutsa, sen Toshkentga kelib olib ketasan. Siz bo'lmasa Farg'onaga kelib olib ketasiz. Farg'onaga kelib olib. Hozir ham keldimi mana? Bo'l. Realchilar kommentda, Barsachilar ham kommentda sola-sol qani kim yutadi? Davay. Nega hazil bo'lsa, videoda birinchi taymdan keyin o'yin sotilgan ekan, o'xshamadi. Ha, unaqa gap so'z u san qilasan. Ana uyda, bu uyda, o'sha kuni men настроениеda emas edim. Siz zo'rlaganingizga kamera turganiga shunaqa xob deb qo'ydim degan gaplarni yig'ib turgan. Mana guvoh. Ibrahim o'zi ikkalasi menga. Bo'ldi.